to'xtang aka. Assalomu alaykum. 5 minut vaqtingiz o'tsa bo'ladimi? Bizdan Capital Express'dan ayni damda velosiped olgan ekansiz. Mana shu velosipedni kunlik daromadingiz qancha bo'lyapti? Kunlik daromadimiz shu 300 atrofida bo'lyapti, 350 atrofida. Demak 300-350 atrofida. Ya'ni bitta batareya bilan yoki ikkita batareya bilan. Bitta batareya bilan. Bitta batareya bilan 300-350. Demak haftasiga o'rtacha 1,5 million, 1 million 800, 2 million atrofida sof daromad bo'lyapti. Oddiy velga qaraganda qulayliklari qanaqa yurishlari? Oddiylikka qaraganda qulayligi tez yuradi. Oddiy velni tez yursa bo'ladi. Signallari ham qulay, yurish yaxshi ancha. Oddiy vellikda daromad qancha ko'rardingiz kunlik? Oddiy velida 150-200 atrofida. Bu elektr velliklarda qanchadan daromad ko'rasiz kunlik? Daromad 300 atrofida bo'lyapti, 300 dan ziyodroq. Bo'ladi. Bitta to'liq zaryadkasi bilan necha kilometr yuryapti hozirgi kunda? Yuryapti bitta to'liq zaryad bilan.